O'zbekiston Respublikasini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini strategik shakllantirishda statistika sohasi alohida ahamiyat kasb etadi. Jamiyat hayotidagi har bir sohani raqamlar orqali ifoda etish rivojlanishning muhim bosqichlarini tashkil etadi. Ayni kunlarda Prezident qaroriga ko'ra aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirlariga tayyorgarlik jarayonlari davom etmoqda. Buxoro viloyat statistika boshqarmasi xodimlari tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar misolida mavzuni hamkasbim davom ettiradi. 2026-yilda mamlakatimizda aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirini o'tkazish belgilab qo'yilgan. Mazkur farmon mamlakatda ijtimoiy-iqtisodiy siyosatni yanada samarali yo'naltirish, aholining real turmush darajasi, bandlik holati hamda qishloq xo'jaligi resurslari to'g'risida aniq va ishonchli ma'lumotlar bazasini shakllantirishga xizmat qiladi. Farmonga muvofiq ro'yxatga olish ishlari 2026-yilning 15-yanvaridan 28-fevraligacha bo'lgan davrda 2 bosqichda amalga oshiriladi. Ushbu jarayonning puxta va tizimli tashkil etilishi, joylardagi xodimlarning malakasini oshirish bugungi kunda dolzarb vazifalardan biri sanaladi. Mazkur farmon ijrosini ta'minlash maqsadida Buxoro viloyati statistika boshqarmasi tomonidan joylardagi mas'ul xodimlar, mahalla yettiligi vakillari hamda tuman statistika bo'limlari mutaxassislari uchun o'quv seminarlari tashkil etilmoqda. Seminarda mahalla yettiliklari jalb etilib, tadbir davomida xodimlarga ro'yxatga olishning asosiy maqsad va vazifalari, elektron tizim orqali ma'lumotlarni kiritish tartibi, respondentlar bilan ishlash madaniyati hamda maxfiylik talablariga rioya etish bo'yicha batafsil tushunchalar berildi. Shuningdek, o'quv mashg'ulotlarida Centus.uz platformasi orqali onlayn ro'yxatdan o'tish jarayonlari, One ID tizimi bilan ishlash usullari amaliy misollar asosida ko'rsatib o'tildi. Ta'kidlab o'tish joiz, aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish bu nafaqat statistik jarayon, balki mamlakat taraqqiyotini ilmiy asosda rejalashtirishda muhim bosqich sanaladi. Shu bois viloyatda o'tkazilayotgan o'quv seminarlarining asosiy maqsadi ro'yxatga olishda ishtirok etuvchi har bir xodimni mas'uliyat, aniqlik va zamonaviy yondashuv ruhida tarbiyalashdir. Mazkur ishlar natijasida kelgusi yilda o'tkaziladigan ro'yxatga olish tadbiri yuksak saviyada tashkil etilishi, olingan ma'lumotlar esa mamlakatimiz taraqqiyotida muhim o'rin tutishi kutilmoqda.